ona jigarbandini bag'riga bosib suratga tushmoqda, esdalik uchun. Bilmam bu suratni ko'rib shodlanar va yo ertasiga xastalik uchun. Xulosa qilmoqqa shoshmang, qadrdon. So'zimni yolg'onga chiqarmay turing. Bu haqda achchiq bir haqiqat bordir, men aytay. Siz uni bir tinglab ko'ring. Farzand ulg'ayadi bo'yga bo'y qo'shib, hayotning bir kamu ko'stlari bilan. Keyin bir-birining yelkasini quchib suratga tushadi do'stlari bilan. Yillar ham shoshqaloq shoshar betayin. Umr uni eltar sevgi yoshiga, go'zal bir qiz bilan tushgan suratin iljayib maqtanar sinfdoshiga. Keyin o'l yigitni hayot o'chog'i bag'riga oladi ko'z yoshlar bilan. Rasmga tushadi ostida yozuv: Toshkentdan esdalik kursdoshlar bilan. So'ng oila quradi, niyatlar aylab. Farzand ham ko'radi bo'lur zo'r bazm. Suratga chaqirar uyga ataylab, jigarbandi bilan tushmoqqa rasm. Aytarsiz ehtimol, nima bo'pti deb. Axir bular bari hayotning izmi. Balki ichingizda qoralab meni dersiz. Surat axir kechaning jismi. Kun kelib onasini yo'qotar yigit. O'zgartirib bo'lmas hayot azmini. Keyin ming izlasin topa olmas u onasin quchoqlab tushgan rasmini.